Iye, nima bo'ldi? Hamma qayerga ketyapti? Bugun Apex'da futbol o'ynaygan-ku. Yur xolisini sana ham olib boraman. O'ynaysanmi sana? Ammo jarohat olishdan sal qo'rqaman-da. Qo'rqma, o'zim senga sport sug'urtasini olib beraman. Qancha turadi u? $300 senga. Boshladi yana mana. Bu asror Bekzod bilan do'st bo'lsa-da, ba'zida uni qiliqlarini yoqtirmaydi. Boshi qotirmagan. Sport sug'urtasi hech qachon unaqa qimmat bo'lmagan. Shunda Impex Insurance saytiga kirgan, onlayn polis oformit qilsang bo'ladi. 2 minutdan vaqting ketmaydi. Shunda ko'rsatib qo'ygan-ku. Erkaklar gapiga qo'shilmasa-da. Bo'pti, to'ysan, nariga kamanda bo'lmaysiz. Diqqat qilamiz. Zarba! Yes! Shuni xafa qilib qo'ydik-ku. Boshqa odam tursin-ey Marat aka. Ali, To'g'risi, men futbol o'ynab ko'rmaganman. qiyin narsa yo'q. Shunchaki to'planib olsang bo'ldi. Kayfiyat tushirma. O'zingda sug'urta bormidi o'zi Bekzod? Ter yo'q, qoling.